O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahriga keldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev 23-aprel kuni Samarqand shahriga keldi deb xabar berilmoqda. Prezident matbuot xizmati ma'lum qilinishicha, davlat rahbari Rossiya tashqi ishlar vazirligi Sergey Lavrov bilan uchrashuv o'tkazdi. Sergey Lavrov 22-aprel kuni Samarqandga yetib kelgan edi. 23-aprel kuni u O'zbekiston TV rahbari Baxtiyor Saidov bilan uchrashib, siyosiy, savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollarini muhokama qildi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashdi. Vazirlik vakili Mariya Zaxarova muzokaralar chog'ida vazirlar, xalqaro masalalar, mintaqaviy xavfsizlik, Shanxay hamkorlik tashkiloti, markaziy davlatlar hamdo'stligi va Markaziy Osiyo Rossiya doirasidagi hamkorlikka e'tibor qaratishni, g'alabaning 80 yilligini nishonlashga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilishni aytdi. Kunning ikkinchi yarmida Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbangul Berdimuhamedov tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Yetakchilar muzokaralar o'tkazishi va qator tadbirlarga ishtirok etishi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.